Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana men yetib keldim hozir. Qulupnay zavodiga. Qulupnaylarni sizlarga bir boshdan tushuntiraman. Hamma oxirigacha ko'rsin. Hech qachon qulupnay ko'chat nima qilishda, olishda adashmanglar. Men sizlarga chiroyli qulupnaylarni, italyanskiy Aziya sortini, Kileria sortini men hammalarga bir boshdan ko'rsataman. Ochiqqa qanaqa ekilinadi, ekadi. Parnikka yo bo'lmasam duyga ochiq dalalarda qanaqa hosil beradi, shularni men sizlarga hammasini birma-bir tushuntirib ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta like bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Mana ekan, ochiq dalaga keldim. Hamma ko'ryapti. Buni ustini ochib tashaldi. Buni sababi naryoqdan parniklardan sekin-sekin pishib kelaveradi. Prosta klientlarni to'xtatmaslik uchun. Hozir men sizlarga bir boshdan hosillarni qanaqaligini ko'rsataman. Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Esdan chiqmasin, komment kutaman. Mana bu tomoni ham judayam chiroyli, yaxshilab e'tibor bilan ko'rishinglar mumkin. Qaranglar, katta, judayam katta joyga ekilgan. O, Do'stonbek qulupnayga maza qilib yeb o'tiribdi. Mana shu qulupnay zoriga keldik, mana ekan, judayam böyle katta joy. Ko'rishinglar mumkin. Men sizlarga hozir bir boshdan hosildorligini, qanaqaligini hammasini o'zim tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bitta podpiska, bitta like bosib qo'yinglar. Unutmanglar hech qachon. Nima ma'lumot bo'lsa, sekin-sekin beraman. Bo'ldi. Mana bu qulupnaylarning holati. Bu yerda hosildorlik вообще italyanskiy Aziya sorti ekilgan. Mana ko'rishinglar mumkin. Bular pishishni boshlagan. Ochiq dala mana ekan hosillari. Katta bo'ladi, xudo xolasa. Benan nima desam bo'ladi? Yana qaytarib aytaman, o'tgan videoda ham aytdim. Fura chiqib ketadi benan qulupnaylar. Mana hosildorligi. Mana ekan. Ko'ringlar. Hech qachon ko'chat tanlashda adashmanglar. Asror. Hov. Zo'r. Men sizlarga hozir narga endi parnigi ichidagi Kileria degan sortini, italyanskiy Aziya sortlarini yana bir bor ko'rsataman. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Mana ekan. Men bu to'g'risida ancha yildan beri ishlayman. 12 viloyatga bemalol yetkazib olib borib beraman. Mana orqadagi shopir bola bo'ladi. Do'stim, bir YouTube'ga chiqqisi kelib qolibdi buni ham. Kileria degan sorti ochiqqa keldik. Hozir ko'rsataman bir boshdan. Chiroyliligini qaranglar. Sizlar bitta narsaga yaxshilab e'tibor beringlar. Qulupnay qanaqa hosil beryapti, necha gram hosil beryapti, ochiqda qanaqa holatda turibdi ekan, savollar bo'lsa bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqib so'rashinglar mumkin. Surxondaryo, Qashqadaryo, hammani masalan gektar ekadiganlarga bir boshdan tushuntirib, ko'chatlarni yetkazib olib borib beraman. Mana bunisi yopiqqa keldim. Mana ekan qulupnaylar. Buni ta'mi qanaqa ekan? Shirin ekan do'stim? O'z bilamizda. Zo'rmi? Gap yo'q, osh bo'lsin. Mana ekan qulupnay ko'chat devorman. Uzr lekin obunachilar. Ko'chat sotaverib. Mana ekan. Hosildorligi
bir tup ko'chat Cleria yo bo'lmasam italyanskiy Aziya sorti 350 gram, 450 gram, 500 gramgacha hosil olishinglar mumkin. Shuni qilib ochiq dalada bundoq qilib duga qilib tortib yetishtirsanglar bo'ladi. Daromadiga kelganda xudo xolasa masalan yaxshi qarasanglar 12 sotik, 14 sotiklardan 120 million, 130 milliongacha yaxshilab qaragan odamlar oladi hosilni. Pishishni boshladi. Qulupnaylar kerak bo'lsa, olib sotadiganlar bo'lsa, aloqaga chiqaveringlar. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Kelib joyimizdan bemalol ko'rib, yeb ko'rib, olib ketishinglar ham mumkin. Bizda unaqa yolg'on gaplar bo'lmaydi. Bu qarang mana ekan hosilni. Katta вообще. Chiroyli hosillar. Mana ekan. Mana xudo xolasa ko'chatlar ham chiqishni boshlagan. Mana o'sha videoga olinayotgan parnilarning tashqi ko'rinishi. Qochib turchi beroqqa videoga tushaman deyermasdan. Daras. Hozirgi sizlarga men aytgan tepa tomonda ochiqda ko'rsatgan qulupnay italyanskiy Aziya Cleria sortlarini pastki tomondagi parni bo'ladi. Bu meniki emas, Namangan viloyati Uchqo'rg'on tuman Qayqini yo'lida joylashgan. O'z aslida gul parni bo'lganda hozir qulupnay limon ekadigan, limon orasiga ekadiganlar mana limon. Bular 2 yoshli limon bo'ladi. Menga qarab tur. Bular 2 yoshli limon bo'ladi, bemalol o'rtasida joy bo'ladi. Mana shuna qilib eksanglar ham bo'ladi qulupnaylarni. Hosillarni ko'rsatib qo'y, bir boshdan sekin olib. Baqol, menga qarab. O, o'rtadagilarni sekin olib qo'y. Shunaqa gaplar. Bo'l. Mana hosil, mana hosil, mana hosil. Do'stlarim, qaranglar, shunaqa ham chiroyli hosil beryapti. Juda ham chiroyli, go'zal. Kim kelaman desa, bemalol kelib. Hurmatli obunachilar, men sizlarga endi zo'r yangiligim bor. Yaponiyaning oq qulupnaga pishgan, men hozirlarga ularni ham birma-bir ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilinglar. Barcha viloyatlarga yetkazib berish xizmati bor. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston aloqaga chiqaverasizlar, gaplashamiz. Keyin yana bir narsani aytib qo'yay, o'sha ko'chat berishni boshlagan, zakaz qilsanglar bo'ladi ko'chatlarga, har xil sortlar bor. Mana shu ko'chatlardan kasetalarga bosamiz. Istaganchilarga kim qanaqa xohlasa, o'shunaqa holatda ko'chatlarni yetishtirib, manzilga yetkazib, olib borib, tushuntirib beramiz. Ma'lumotlar bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Mana Yaponiyaning oq qulupnagi bo'ladi, mashinchalik holatda. Sal buni noto'g'ri dorisini berib yuborganmiz, lekin katta bo'lib ketar ekan juda ham. Mana ekan. Mana shu oq qulupnay bo'ladi, shunaqa holatda bo'ladi oq qulupnay so'raganlarga. Chiroyli вообще. Bu tomonda atirgullar bor. Nargi tomonda Cleria degan sorti bor. Hozir bir boshdan ko'rsataman sizlarga. Chiqib ketib qolmanglar, oxirigacha ko'ringlar videoni. Mana limon orasiga eksam bo'ladimi degan dehqon akalarimga mana limon bo'ladi. 2 qator limon ekilgan, bag'i qulupnay hammasi mana ekan. Pishib yotdi. Qulupnay kilosi hozirgi bugungi kunda, bugun necha? 5-aprel. 90 ming bo'lyapti kilosi. Bular o'zimiz qulupnaylar emas, hammasi chet el qulupnaylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Mana buni hosilini ko'ringlar, e'tibor beringlar yaxshilab. Mana hosildorligiga. Bular mashincha hosil bor. Buni hozir sanasam bir 60 tacha hosil bor beyda. Yana bitta narsa e'tibor beringlar, bu parnida kat yo'l yo'q. Kat yo'l yo'q. Ikkala tomoni ham ochiq bu joylarni.
Mana Cleria degan sorti вообще dahshat bor-ku, beyga kelgan odam o'sha jannat be o'zi asli. Kelgan odam biladi, yeb ko'rgan odam biladi. Bu video montaj emas mana ekan. Oddiygina video mana ekan. Ko'ringlar buni. Oho, buni ko'ringlar atroflarni. Hosilni qaranglar, yaxshilab qaranglar, e'tibor bilan. Mana. Bu tomoni ham qulupnay. Вообще dahshat mana ekan. Ha, shu nima desam bo'ladi endi? Hozir aytaman. Hurmatli obunachilar, meni yaxshilab tushungan bo'lsanglar, yana videoim davom etib boradi. Yaxshilab tushuntirmoqchiman sizlarga. Bu joy meni boshlig'imniki. Men bu yerda shu ko'chati bilan shug'ullanaman. Bu yerda ko'chatlarni olib yetishtirib viloyatlarga chiqaraman. O'zimni ham uyimda parnigim bor. Uni ham albatta sizlarga ko'rsataman qo'yib. Cleria degan sortiga qiziqqanlar, вообще dahshat mana ekan. Ko'ringlar, bular endi pishishni boshlayapti-da, sekin-sekin. Bu joyda kat yo'l yo'q, qaytarib aytaman. Zo'r holatda. Cleria bilan italyanskiy Aziyaga qiziqinglar. Ochiq dalaga, parnikka tushaveradi. Bular sinovdan o'tdi. Videoni mana ekan oxirigacha ko'rayotgan bo'lsanglar, men sizlarga hozir bir boshdan yana yaqinroq qilib ko'rsataman. Limon ekadiganlarga bemalol orasida 2 metr joy bo'ladi, adashmasam limon ekadiganlarga bemalol eksanglar bo'ladi orasiga. Men sizlarga hozir italyanskiy Aziyani ko'rdinglar, bu tepa tomondagini ko'rsatdim. Endi Cleria degan sortiga keldik. O'sha hali bu ko'chatlar ham yosh, o bo'yi baland bo'lmagan hali. Endi hozirlar sekin-sekin qizarishni boshlayapti. Hozir men sizlarga bir boshdan ko'rsataman. Videoni davomi ko'rishinglar mumkin. Hosillarni. Voy, ey, mana qulupnaylar pishishni boshladi. O'sha mana ekan bu tomondan ayrimlari gullab ham turibdi. Oho. Qaytaraman, Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tuman. Qayiqi yo'lda joylashgan. Bemalol kelib ko'rishinglar mumkin. Telefon raqamlarini yozib qo'yilgan. Pastga qaranglar yaxshilab. Qulupnay holatini qaranglar, qulupnay holatini yaxshilab e'tibor bilan ko'ringlar obunachilar. Mazza qilib bu videoni ko'rgan odam. Shularni ko'chati kerak bo'lsa bemalol telefon qilinglar. 97 kodi bilan 051 20